Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Navika servisi xodim Jahongir Xudo xolasa Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishi bo'yicha passajirlarni hozir kuzatib olyapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Navika servisi xodimlariga qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli Telegram kanaliga ham tashladim. Akalar chiroyli qilib o'tkazdim. Ertaga ko'rishadi. Xudo qo'ldan kelgancha aloqadamiz. Xudo xolasa Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha registratsiyamiz boshlandi. Passajirlar o'tkazib kuzatishga harakat qilamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Navika servisi xodimlariga faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilinglar va bog'langan holda kelinglar. Shu sizlar to'g'ri tushuninglar-da. Ko'plar mana sen ko'tarmaysan, sen unaqa qilyapsan degan gap so'zlar bo'ladi. Mana bu yerda 4 ta 5 ta reys uchadi. Bir vaqtga chaqirib qolinadi, bir vaqtda kelib qoladi odamlar. Mana shunday ajdaniyaga tushadi, qayta telefon qilinadi. Harakat qilyapman qo'ldan kelgancha javob berib, qo'ldan kelgancha o'tkazishga. Har kim ham kelib mana bunaqa qo'ldan kelgancha kelib yoki bo'lmasa har kim bunaqa o'tkazib qo'ya olmaydi. Har kimga ham emas. Kimdir davolinni bo'ladi, kimdir hammani ko'ngliga bir xil yoqavermaymiz.